Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Shohla opanikida qulpini yetishtirilgan. Birinchi yil mana shug'ullanayotgan ekan. Ana ustanovkalari, tomchilar, suvlash qilingan mana. Shohla opa, bu mahalning ko'cha ismi nima? Nomi? Ana. Mana ko'rib turganingizdek. Shohla opa, qulpining nomi nima? Yoddan chiqib ketgan ekan. Yoddan chiqib ketgan ekan mana. Qulpining nomlari. Mana ustanovka qilingan tomchilar suvlashga. Ne iştip ketken buna? Her bir agatga 250 tadan ko'chat ketgan. Mana endi sanab chiqsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta 10 ta hisobida. Mana shunday suvlanish. Tepkisini hozircha yopgani yo'q. Tepkisi qilingan ustanovkalari. Aha. Uyda. Her bir agatga 250 tadan ko'chat ketgan. 2,5 2750 taxminan 3000 ga yaqin ko'chat ketgan. Bu uzunluğu qancha ekan buning? Agatingizdagi Salopa uzunluğu qancha? 40 metr. Eniga qancha? Eniga 46 metr. Hani teplitsaga 3000 ga yaqin qulpilar ko'chat ketgan.